narxlaridan bexijolat, xudo xolasa, butun yer sharini surishtirib kelishaveradi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bahor oyida to'y sezoni ham boshlanish arafasida. Shu sababdan to'ylar uchun yoki xonadonlar uchun mana bunday bir-biridan chiroyli gilamlarni arzon narxda xarid qilmoqchimisiz? Unda biz sizlarga bugungi kundagi, ya'ni aprel oyidagi gilam narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Mana bu yerda barcha turdagi gilamlarni xudo xohlasa arzonlashgan narxlarda qilib berishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abror aka, charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz aka? Videolar chiqarmaganimizga ham ancha bo'pti aka. Do'konda ham anchagina o'zgarishlar bor ekan. Birinchi navbatda yangilik gilamlaringizdan tanishtirib berasiz. Lekin va'da qilib qo'ydik, xudo xohlasa arzon qilib berasiz aka. Yo'q, narxlaridan bexijolat, xudo xolasa, butun yer sharini surishtirib kelishaveradi. Sababi biz Urtex zavodining rasmiy dillerimiz, birinchi qo'limiz. Ya'ni zavoddan to'g'ri bizga keladi. Xudo xolasa narxlarni chiroyli qilib chiqarib qo'yganmiz. Narxlarni ko'rib o'zlari baho berishadi. Assortimentlarimiz seroq, ham solish, ham tikish, ham o'rnatib berish hammasi ichida. Bir qator narxlar tanishtirib o'taman, 0 dan 100 gacha bo'lgan holatda. Bir boshdan tushuntirib o'tavering. Qani boshladik. Azizlar, sizlar like bosib turinglar, biz birma-bir tanishtirib o'tamiz. Birinchi ro'zg'orbobdan boshlayapman. Ro'zg'orbob gilamga talab ehtiyoj ko'pligi uchun birinchi ro'zg'orbobdan boshlayapman. Bular 2026 variantlarimiz mana, gullarimiz, assortimentlarimiz. Ya'ni yangiliklar. Yangiliklar bular. Bular asha Xiva zavodiniki, Urtex zavodiniki, mana ko'rishingiz mumkin, sifatini juda qalin chiqqan bu. Yupqa gilam bo'lgani bilan bu qalin variantda bo'lib chiqqan. 1 kvadratini 50 ming so'mdan xarid qilishlari mumkin. Ya'ni buni eni 80 santimetrdan eni 4 metrgacha bo'lgan razmerlari bor aka. Yaxshi. Tushunarliroq bo'lish uchun 1 metr eni 3 metrligini 1 metr narxi 150 ming so'mdan to'g'ri keladi. Endi bu yerda eni 3 metrlikda 125 ming so'mlik varianti ham bor. U oldingi modellarga amal qiladi. Uni ham yo'l-yo'lakay ko'rsatib o'taman. Hozir bu boshqa model, qalinroq bo'lib kelgan. Narxlari ham hozir o'zi oshgan. Sezonga kirganimiz evaziga. O'sh holatda ham baribir arzon, kelib sifatini ko'rib olishaveradi. Bu tomonda mana taftin poloslarimiz bor. Bu ham Samarqand sak zavodiniki. Sak zavodiniki eni 3.5 4 metrlik razmerlari bor. Buni ham 1 kvadrat narxini 50 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Bemalol kelib xarid qilaveradi. Bular ro'zg'orbob narsalarga kiradi. Bularda ana aytganimdek, eni 80 dan 4 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Ya'ni 3, 3.5, 3.20, 3.70, 4 metrlik razmerlari bor. Bu ko'rsatib o'tdik. Buni eni 3 metr, 3.5, 4 metrlik razmerlari bor. Xo'p. Bu yerda mana qizil daroshka so'ragan xaridorlarimiz ham bor edi aka, olib kelib qo'ydik bularni mana. Eni 80 santimetrdan eni 2.5 metrgacha bo'lgan razmerlarni olib kelib qo'ydik mana. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham 1 kvadrat narxi 50 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Sifati juda a'lo darajada, mana qalinligi qalin. Gilam mana, polos emas, gilam. Ba'zi bir joylarda polosni ham gilamni narxida sotishyapti aka. Xudo xolasa keladi, kesib, tikib o'rnatib beramiz. Mana shu narxda ichida hammasi. 1 kvadrati 50 ming. Mana 80 santimetrning 1 metri masalan 40 ming so'mdan to'g'ri keladi. 38 ming 40 ming so'mdan to'g'ri keladi. 1 metrligini metri 50 mingdan, 120 ligi 55 ming so'm, 58 ming atrofida to'g'ri keladi. 1,5 metrlik 70 ming 75 ming so'm atrofida to'gri keladi 1 metri. Endi kvadratni tushunmaydigan odamlar bo'lsa, aka, telefon qilsa o'zimiz ham tushuntiraveramiz. Yoki bizni Telegram, Instagram, YouTube kanallarimiz bor. Omali gilamlari desa chiqib keladi. Bemalol o'sha yerdan ma'lumotlarni olsa ham bo'laveradi. Bu yerda mana 2 xil tovlanuvchan mayn ipli metrli gilamimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Bularda ham eni 3 metr, 3.5, 4 metrli razmerlari bor. Bularda 1 kvadrat narxi 68 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Bularda narxlari oshmagan. Bular Ramazondagi chegirmadagi narxlarimiz evazida qolgan ba'zi bir narsalarimiz o'sha narxda qilib beryapmiz. Ya'ni mana misol uchun eni 3.5 metrligini 1 metr narxi aka 230 ming so'mdan qilib beryapmiz 1 metrini. Shu video orqali keladigan bo'lsa, yana chegirmalar ham qilib beramiz. Qo'limizdan kelganicha 5% mi, 10% gacha chegirmalar qilib, chiroyli qilib rozichiligini olamiz. Xudo xohlasa. Bu yerda xuddi shuni aka mana eni 80 dan eni 2.5 metrgacha bo'lgan daroshka variantlari bor. Bularda ham kvadrati 68 ming so'mdan. Ya'ni mana 80 santimetrligi 50 ming, 55 ming so'm chiqadi. Mana 1 metrligi 68 ming, 120 ligi 80 ming, 1,5 metrligi 100 ming, 2 metrligi 135 ming, 2,5 metrligi 170 ming so'mdan 1 metr narxi chiqadi. Kvadratga tushunmasa demoqchiman. Bu
Bu yerda Eron nomli metrli gilamlarimiz. Aka, bular qalin materiali polisterli sebbop gilamni daroshkali variantlari. Buni 1 kvadrat narxi 111 ming so'mdan. Bu ham asha Ramazonda chegirma qilingani 110 ming so'mga tushirgan edi kvadratini. 125 ming sotilgan, 130 ming, 125. 111 ming so'mdan stabilni bir xil narxda sotyapmiz hozirgi kungacha. Buni ko'tarmadi ham, tushirmadi ham bir xilda ketyapti. Do'konimizda 90% tovar Ramazonda chegirmada narx bo'yicha ketyapti. Sababi bizga shunaqa nima bo'ldi? Teksoutning rasmiy dilerligimiz uchun narxlarni oshirmadik aka. Ozgina qolsin, ko'proq sotaylik degan maqsadda narxlarni oshirmadik. Buni ham 80 dan 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Buni ham narxlarni qisqacha qilib tanishtirib o'tavray. 1 metrligini 1 metri 111 ming so'mdan tushyapti. 120 ligi hozir kalkulyatorda tushib ketaveray. Tushunarliroq qilib, bu yerda yozilmaganligini evaziga 133 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. 120 ligi. 1,5 metrligi 166 mingdan, 2 metrligi 222 ming so'mdan, 2,5 metrligi aka 277 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. 1 metr narxi. Xo'p, bu yerda yagona nomli metrli gilamlarimiz bor mana. Ko'rishlari mumkin. Buni ham eni 80 dan 2,5 metrgacha. Bu yerda boshqacha rasvetkasi bor. Bu ham eni 80 dan 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Bularni 1 kvadrat narxi 80 ming so'mdan qilib beryapmiz. 80 ming, yana qaytarib o'taman. Ramazonda chegirmada chiqarilgan narx bo'yicha ketyapti. Oshirilgan ham yo'q, tushirilgan ham yo'q, bir xilda ketyapti. Kelib bemalol xarid qilsa bo'ladi. Bu yagona nomli metrli gilamlarimiz hisoblanadi. Bu ancha qalin zich to'qilgan narsa. O'zimiz ham uyda ishlatyapmiz, juda pishiq narsa aka. Buni ham aytyapman, telefon qilsa tushuntirib, hamma yo'g'ini tushuntirib beraman. Kvadratini tushuntiryapman, ya'ni buni razmeri ko'pligi uchun 1 kvadratda 80 ming so'mdan qilib beryapman. Buni mana shu yagona nomli metrligilarni mana bu tarafda 5 xil rasvetkasi bor. Buni eni 3, 3,5, 4 metrli razmerlari bor eniga. Bo'yiga necha metr desa kesib beramiz. Buni ham 1 kvadrat narxini aka 80 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ya'ni eni 4 metrligini 1 metr narxi 320 ming so'mdan tushadi. 80 ni 4 ga ko'paytiramiz 320 ming. Osonroq tushunsin deb turib, mana shunaqa qilib tushuntirib ketyapti. Bu tomonda Eron nomli metrli gilamlarimiz. Endi 4 metrli variantlari bor. Bu yerda yana boshqacha rasvetkalari bor. Hozir bu yerda yangilashyapti bolalar. Buni 1 kvadrat narxi 111 ming so'mdan. Ya'ni endi 4 metrligini 1 metrda 445 ming so'mdan tushyapti. Bitta mana Chempion nomli ko'rsatdiga 68 ming so'mdan kvadrat. O'shini mana 80 dan yana 1,5 metrgacha, 2,5 metrgacha bo'lgan yana boshqacha rasvetkalari. Xo'p, ro'zg'orbob gilamni endi 4 metrli variantlarini ham ko'rsatib qo'ying. 1 kvadrati 50 ming so'mdan. Ya'ni bu yangi partiya 2026 model 200 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Bundan oldingi model ham bor, narxda ko'rsataman. Endi 4 metrligi 166 ming so'mdan to'g'ri keladi. Ikki xil model olib kelib qo'yamiz. Kelib bemalol undanmi bundanmi kelib xarid qilib ketishaveradi. Xo'p, qaysidan boshlasam? Aka, endi bu tarafda Eron nomli tayyor gatoviy gilamlarimiz bor mana. Kassani orqasida buni 3 ga 4 razmerdan 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. 1 kvadratini 111 ming so'mdan oldingi chegirma narx bo'yicha ketyapti hali ham. Bir xilda stabillik kelib bemalol xarid qilsa bo'laveradi. Sebbop 2 xil to'lonuvchan chetida popi ko'jalari bor. Ya'ni buni ham tushunadiganroq qilib aytaman. Bitta 3,5 5 razmeri, hadovoyroq razmeri hisoblanadi aka. 1,940 ming so'mga tushadi. 3,5 5 razmeri. 2,700 2,800 ming so'mgacha sotilgan. 600 700 ming so'mga tushadi. Bemalol kelib olib ketishaveradi. Bu chegirma emas bu. Bir xil stabilniy narx. Xohlagan payti kelib olib ketaveradi aka biz do'kondan. Buni orqasida mana Tehron degan gilamimiz yetib keldi yaqinda. 2 kun yo 3 kun bo'ldi. Buni 3,5 ga 4 razmerdan tortib 3,5 ga 9 gacha olib kelib qo'ydik. 9 metrli xonalarga ham bitta butun gilamlardan olib kelib qo'ydik. Xuddi shular. Bular eng qalin gilamlar toifasiga kiradi mana. Qalinligini o'zi kelib ushlab ko'rishsa bilishadi. Bularning 1 kvadrat narxi 160 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ya'ni bitta 3,5 ga 5 xona qizlar sepiga olishyapti. Kechagina ham ikkita sotdik. 3,5 ga 5 razmerning puli 3 million so'mga to'g'ri keladi. Nimaga 3,5 ga 5 ni aytyapman? 70% xonadonda
mehmonxonasini razmeri 3,5 bo'lganligini evaziga men 3,5 hisoblayapmanki. Xo'p, bu yerda mana ularni ham ko'rsatib o'taylik. Bular ipay nomli metrli gilamimiz. Aka, buni 3,5 4 metrli razmerlari bor. 1 kvadrat narxi 90 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Narx o'zgargani yo'q. Xohlasa bundan oldingi videolarni ko'rib, solishtirib ko'rishaveradi. Narx o'zgargani yo'q. 90 ming so'mdan qilib beryapmiz. Buni ham 3,5 4 razmerlari bor. Bu yerda mana Eron nomli metrli gilamiz, endi 3 metrli variantlari bor mana. Mana shunday mana yonboshiga 1 kvadrati 111 ming so'mdan mana bemalol kelib xarid qilaveradi. Endi 3 metrligi 336 ming so'mmi, 335 ming so'mmikan? 330 ming so'm atrofida chiqadi 1 metri. Kelib bemalol xarid qilaveradi. Bu yerda mana Yagona nomli metrli gilamiz, endi 3,5 metrligi. Bu ro'zg'orbob gilamdan bitta pog'ona baland aka. Kvadrati 80 ming so'mdan bemalol kelib xarid qilib ketishaveradi. Narxlar asha arzonlashtirilgan narxlar. Bu orqangizda mana ro'zg'orbob gilamni mana yerda 80 lik daroshkalari mana assortimentini olib kelib qo'ydik. 1 metrli daroshkalar mana assortimentlarini olib kelib qo'ydik. 80 ligi 38 ming, 1 metrligi 50 ming, 48 ming atrofida chiqadi 1 metr narxi. Bu yupqa gilam bo'lgani bilan aka, bu yupqa gilamni bitta pog'ona baland bo'lib turib, mana qalin bo'lib kelyapti variantda mana. Kelib shoshib ko'rsa bo'ladi mana. Xiva zavodinikida mana qalin chiqyapti bu. Gilam bu polos emas. Bu arqamda hozir Tehron nomli gilam dedim aka. O'shini boshqacha razmerlari. Mana hattoki qarang 3,5 7,5 ni ham olib kelib qo'yganmiz. 9 metrgacha bo'lgan xonadonlar kelaveradi. Bemalol hamma assortimentdan bor. Katta assortiment tushdi. Ba'da mana Yagona nomli gilamlarimiz tayyor gatovi gilamlari. Buni 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. 1 kvadrat narxi 80 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ya'ni yana 3,5 ga 5 razmerda hisoblab beraman. 3,5 ga 5 razmerni butun turishi 1 million 400 ming so'mga tushadi aka. 1 million 750, 1 million 800, 1 million 900, hattoki 2 million so'mgacha sotadi. Boshqa do'konlarda xohlasa so'rab, surishtirib, qalinligini solishtirib kelaveradi aka. Xo'p. Bu yoqqa ham yana yangilik bo'lgan, do'konda ham o'zgartirdik, sezib turgan bo'lsangiz. Bu yerda mana aka ipay nomli gilamlarimiz 3 ga 4 razmerdan, bular ham 4 ga 7 gacha bo'lgan razmerlari bor. 1 kvadrat narxi 90 ming so'mga hisob chiqarib qo'yganmiz. Ya'ni 3,5 ga 5 ni hisoblab beraylik buni ham. 3,5 ga 5 1 million 575 ming so'mga tushadi aka. Bu 2 xil to'lanuvchi mayn ipli ipay nomli gilamimiz hisoblanadi. Assortimentdan ham yo'q, bemalol kelib xarid qilsa bo'laveradi. Qizlarning sepiga hozir zo'r ketyapti bular. Xo'p. Bu yerda mana Tehron nomli qalin metrli gilamimiz 2 xil assortiment keldi. Yana 3-inchisi chiqadi bugun erta, xudo xolasa. Xo'p. Buni endi 3,5 metrli, hozir 3,5 metrlilar yetib keldi. Buni 3-4 metrliga endi 1-2 haftadan keladi. 3,5 metrlik 1 metr narxi 600 ming so'mdan aka. Bu eng qalin gilamli metrli variant. So'raganlar uchun olib kelib qo'ydik. Tepasida Eron nomli metrli gilamimiz endi 3,5 metrli variant aka. Bularni ham 1 metrini 390 ming so'm oldingi narxda qolgizganmiz. Narxlar oshmagan. Bu yerda ipay nomli metrli gilamimiz mana. Mashlar ham assortiment yangilik bo'lib keldi aka. Bu aboygulli, hayteklar, tillaranglar. Endi 3,5 metrli 1 metr narxi 320 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bu yerda xuddi shuni ipayda 4 metrli varianti 1 metr narxi 350 ming so'mdan qilib beryapmiz buni. Oldingi videolarimiz ko'rsa biladi aka. Chegirmada narxi bo'yicha sotyapmiz hozir. Narxlar oshmaydi endi, bir xil ketaveradi. Har doim kelib oladigan klientlarga mo'ljallangan. Faqat aksiyani kutishlari shart emas. Biz birinchi qo'limiz arzon narxlarda sifatli gilamlarni olib ketishlari mumkin aka. Xo'p, bu yoqda mana Chempion nomli metrli gilamimiz endi 4 metrli variantlar aka. Buni 3,5 4 metrlilar bor deb boshida ham aytdim. Buni endi 4 metrligini 1 metr narxi 250 ming so'mdan olib ketishlari mumkin bemalol. Hattoki shu atrofda bo'lsa, Andijon territoriyada bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz kesib, tikib, o'rnatib yetkazib beramiz. Hammasi ichida, shu narxlarda ichida. Xo'p. Bu yerda ham mana ro'zg'orboblar, mana endi 3 metrliklar, 135 ming so'mliklar bular. Mana yerda Yagona nomli metrli gilamlarimiz aka mana yana. Endi 3,5 metrligi kvadratni aytib o'tdim 80 ming so'mdan deb. 80 ming so'mdan hisoblasak, где-то bir endi 3,5 metrligi 275 ming so'mga to'g'ri keladi-da.
1 metr narxi. Ya'ni 5 metr olsa 1.400.000 mingga to'g'ri keladi. Qalin gilam, o'zim ham ishlatyapman uyda. Bu yerda mana gold nomli metrli gilam bor, eni 3,5 metrli. 1 metr narxi aka 230.000 so'm. 2 xil assortiment qoldi. Bu 4 xil edi o'zi oldi. Buni 2 xil assortiment qoldi. Ulgurib qolsin bulardan ham foydalanib qolsin. 300.000, 310.000 so'mga sotilgan. Xo'p. Matda ana chempion nomli dedim aka, o'shini 3 metrli razmeri. Mana. 3 metrli razmeri, 1 metr narxi 185.000 so'mdan qilib beraveramiz. Matda Ipay nomli metrli gilamiz, endi 80 santimetrdan, endi 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. 1 kvadrat narxi 90.000 so'mdan qilib beryapmiz. Buni ham 2 xil tovlanuvchan, materiali 100% poliester aka. Xo'p, endi do'konimizni xudo xolasa hammasini tanishtirib o'tdim degan umiddaman. Bitta manzilni tushuntirib o'taman. Bizning sahifalarimizga obuna bo'lsin aka. Lokatsiya deydigan odamlarga pastki raqamlarga telefon qilsa, Telegramdan yozishsa, biz lokatsiyalarni tashlab beramiz. Manzilni ham tushuntirib o'tamiz. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani. Mo'ljal prokuraturaning ro'parasida joylashgan umumiy gilamlar markazi. Barchalaringizni do'konimizda kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Azizlar, albatta bu ma'lumotimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab ketishni unutmanglar va xuddi shunaqa sifatli, chiroyli gilam qidirgan yaqiningizz bo'lsa, albatta videoni shu insonga ham o'rtoqlashib qo'ying. Ularga ham, bizga ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. E'tibor uchun kattakon rahmat, doimo salomat bo'ling.